Xitoy Amerikaning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilinayotgan zulmlarning irqiy qirg'inchilik deb atalishi haqidagi qaror loyihasiga norozilik bildirdi va Kengash palata a'zolarini yolg'onchilik bilan aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Amerika parlamentiga sunilgan loyihaga norozilik bildirib, Amerika parlament a'zolari Xitoyning inovatini tushirish va shaxsiy manfaatga erishish uchun turli yolg'onlarni uydirib chiqaradi dedi. Seshanba kuni Amerika Kengash palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Jim Rich, Kengash palata a'zosi John Cornyn, Marco Rubio va Robin qatorliqlar o'rtaq imzoliq bir qaror loyihasini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, uningda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mas'ul bo'lishi talab qilingan. Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning kimlik va madaniyatiga qaratgan tajovuzchiliklari xalqaro jamiyatning tanqidiga uchragan bo'lsa-mu, Xitoy buni inkor qilib kelmoqda. Xitoy yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doiralarining bevosita ma'lumot erishish uchun Sharqi Turkistonga erkin kirib tekshirish talabini rad qilib keldi. Mas'ud O'zil haqidagi muloyizalar diqqat qo'zg'adi. Amerika taratqullari Mas'ud O'zilning musulmon asonliqlarni qo'llaganligi sababli Arsenal komandasi tarafidan yeklanganligini o'tirg'a qo'ydi. New York vaqt gazeti Arsenal komandasida top tepgan O'zilning 10 oyda qanday yo'qotganligi haqida bir maqola e'lon qildi. Hamma ish O'zilning Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishlarini ayblab Twitter yo'llashi bilan boshlandi. Xitoyning noroziligini qo'zg'agan bu uchur sababli Mas'ud O'zil Xitoydagi eng chong ommaviy taratqu bo'lgan Weibo'dagi 6 million agashkuchisidan va 5000 top mastanasidan ayrilib qoldi. Bir necha kundan keyin Arsenal komandasining Xitoydagi naq maydon tarqitishi amaldan qoldirildi. Arsenal komandasi Weibo'da bayonot e'lon qilib, Mas'ud O'zilning shaxsiy ko'z qarashlarini o'tirg'a qo'yganligini, klub bilan munosabatsiz ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga Mas'ud O'zilning ismi Xitoydagi tor o'yinlaridan o'chirib etildi. 32 yoshli futbolchining 20 million agashkuchisi bor hisobda e'lon qilgan bu uchuri Angliya darajadan tashqari futbol birlashmasi uchun bir bosh og'riqi bo'ldi. Arsenal komandasi Xitoyning yangi yilini tabriklaganda Mas'ud O'zilning ismini yozmadi. Eng oxirida bo'lsa o'tgan hafta O'zil Arsenal komandasining Angliya va Yevropa ittifoqidagi musobaqalarga qatnashtirilmadi. Germaniya hukumatining doklatiga qaraganda, dunyo miqyosida din erkinligiga bo'lgan besim kuchaymoqda. Germaniya hukumatining din erkinligining dunyoviy vaziyati nomli doklatiga qaraganda, dunyoning har qaysi joylarida dinga e'tiqod qilish erkinligi va o'xshamagan qarashlarga bo'lgan besim kun sari kuchaygan. Doklad e'lon qilish yig'inida Germaniya hukumatining dunyo diniy erkinlik amaldori Markus Grobel Xitoyda musulmon Uyg'urlarga qaratilgan zulm va assimilyatsiya siyosati haqida to'xtalganda, musulmon Uyg'urlarning ahvolini alohida tragediyalik deb baholadi. Grobel mundaq dedi: "Men Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida mustaqil doklad tayyorlashini talab qilaman. Yevropa ittifoqi Xitoy bilan hal qilg'uch suhbatlashish orqali din va e'tiqod erkinligi masalalarini hal qilishi kerak." Amerika Tashqi ishlar ministrligi Washingtondagi Xitoyni tinch birlikka keltirishni qo'llash jamiyatining ommaviy tashkilotlik salohiyatini Xitoy Xalq Jumhuriyatining chet el o'mligiga o'zgartdi. Amerika Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo bu masala to'g'risidagi yozma bayonotida mundaq dedi: Xitoy Kompartiyasi Birlik sap ministrligini chet ellarda tashviqotga shiltidi. Xitoy tinchlikni birlikka keltirishni qo'llash jamiyati bu tashkilotga qarashliq. Xuddi Avgustda Konzi instituti Amerika bosh shtabini chet el o'mligi qilib bekitganimizdek, bu qadamning maqsadi bu tashkilotning uning uchurlarining Beijingdan kelganligini aniq o'tirg'a qo'yish dedi. O yana Xitoyning Amerikadagi yomon niyatlik ta'sirini kengaytirish uchun Birlik sap ministrligiga qarashli nurg'un ommaviy tashkilotlardan foydalanganligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyni Sri Lankaga nachar savdo va chiriklik elib keldi deb aybladi. Rasmiy aloqalashish uchun Sri Lankaga borgan Pompeo mansabdoshi Gunawardena bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy hukumatining Sri Lankadagi faoliyatini tanqid qildi. Pompeo mundaq dedi: "Biz Xitoyning nachar savdo, quruqlik va dengizdagi qonunsizlik va egilik huquqi daxl taruz qilishdagi ovchi ekanligini ko'ramiz. Ammo Amerika boshqacha muomala qiladi. Biz sherik va do'st sifatida kelamiz.
Şunun bilan bir vaqtda Pompeo yana Sri Lanka prezidenti bilan Sri Lanka Amerika iqtisodiy hamkorligi to'g'risida fikr almashtirdi. Hindistonni ziyorat qilgandan keyin Sri Lankaga kelgan Pompeo bu yerdagi uchrashishlardan keyin Maldiv va Indoneziyani ziyorat qiladi.